Heyyo bola, qalaysizlar, yaxshimisizlar do'stlar? Sizlar bilan bugungi roligimizda biz Chicken Rage o'yinimizni o'ynaymiz. Level 19 ga kelib qolganman o'zi. Tak, bu o'yinda qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana shunaqa levelda, masalan 28 bo'lsam, 22 dan boshlayman hozir. Xullas ko'rasizlar o'yinni. Bosqicham panjamani chiqardik. 50 bo'lsa, mana buni 1.5 da ko'paytirib olsak 75 bo'lar ekan. Mana 125 bo'ldi. Mana bitta majag'ini chiqarib olsam ham bo'laveradi. Kichikka navbat keldi mana. 300 bilan yutib qo'ydik. Shu 1900 ta nima bo'pti? Voy, mana bu yoqqa. Tak, mana bo'lsa. Axir bir bo'ldi. Endi mana buni olar ekanmiz. 73. O'zi 79. Bo'ldi, chotga ilonni ham pachag'ini chiqarsa bo'lardi. Chuchani qutqardingiz zato. Chotki. Tak, endi 31. Tak, bizga 5 ni olamiz. Bu yoqda 15 qo'shib beradi. 51 bo'ldi. 47 davay. 98, 85. Chotki. Rahmat. Tak, 31 bo'lsa, girmani qo'shsak. Chotki. 76 bo'lsa, itga navbat kelar ekan. Zo'r. Mana 80. Buni olsak, mana tilla berar ekan. Xullas, o'yinni Play Marketdan yuklab olsanglar bo'ladi. Tak, buni 31 20. Plus qo'shdi, yana kichikka navbat. Chotki. Keyin tulki. Buni bu yerga qo'ysak. Chotki. Davay. Bitta skinga o'tib olsak ekan. Bu yerda ham skinlar tekin, почти. Ikkita tekin nima berar ekan? Skin berar ekan, bu yerdan sotib olsanglar bo'ladi. Menimcha do'stlar, bugungi yetadi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha xayr.